Assalomu alaykum. Pazanda.uz kanalimizga xush kelibsiz. Bugun uy sharoitida duxovkada Jizzax qipchoq somsasini tayyorlashga harakat qilamiz. Retseptni internetdan oldim. Demak, buning uchun bir kun oldin go'shtni to'rab marinovka qilib qo'yishimiz kerak. Bizga 1 kilogramm yumshoq lahm mol go'shti kerak. Go'shtni oddiy somsaga to'ragandan kattaroq qilib to'raymiz. Videoni selfie rejimida olganim uchun chap qo'lda bajarganga o'xshab qolibman. Aslida o'ng qo'lda to'rayapman. Mana kattaroq qilib to'rab oldik. Endi kashnich urug'i, zira solamiz. Go'shtga yetarli darajada tuz solamiz. Murch solib, yaxshilab aralashtirib, ustini yopamiz va xolodilnikka kamida 1 kunga, ya'ni 24 soatga qoldiramiz. Ertasiga esa somsa xamirini tayyorlashni boshlaymiz. Namakob, ya'ni tuzli suv tayyorlab olamiz va buni unni ustiga quyamiz. Eritilgan sariyog' yoki margarin ham qo'shamiz. Asl Jizzax somsasining xamiri tandirda yopilgani uchun qattiqroq olinadi. Biz esa duxovkada tayyorlaganimiz uchun yumshoqroq xamir olamiz. Xamirni ustini yopib 10-15 daqiqa xonada tindiramiz. Mana 15 daqiqa xonada tindi xamirimiz. Endi buni teng 8 bo'lakka bo'lamiz. Kichkina koptokchalik shaklda, ya'ni o'lchamda zuvalalar tayyorlab olishimiz kerak. Bu orada esa piyozni ham juda ham yupqa parra qilib to'g'rab olamiz. Mana 1 kundan so'ng go'shtimiz marinovka bo'ldi. Yupqa parra to'ralgan piyozni solamiz go'shtga ustiga. Endi piyozga yetarli darajada tuz, murch, zira va kashnich urug'i solamiz. Va avval ziravorlarni piyoz bilan yaxshilab aralashtirib olamiz, lekin juda ham qattiq siqmaymiz. So'ng go'sht bilan yaxshilab aralashtirib, qiymani tayyorlab olamiz. Go'shtimiz mana juda ham yumshoq go'sht. Endi esa xamirlarni, ya'ni zuvalalarni katta qilib, chetlarini yuqaroq qilib yoyib olamiz. Jizzax somsasi juda ham katta shaklda bo'ladi. Shuning uchun oddiy chinnidan foydalanib somsaga dumaloq shakl berdim. Yoyilgan xamirni chinnining ichiga joylashtirib, ichiga qiyma solamiz. O'rtasiga bir bo'lak dumba yoki qo'y yog'i ham solib, ustiga yana qiyma bilan berkitamiz. Xamir chetlarini o'rtaga yig'ib, somsaga dumaloq shakl beramiz. Tagini yaxshilab berkitishimiz kerak. Xohlasanglar stol ustida ham somsani tugishinglar mumkin. Dumaloq shakl berib, tagini yaxshilab berkitib qo'yamiz. Juda ham katta somsa bo'ladi. Tarozida o'lchab berdim. Bitta katta somsani o'lchami 410 gramm bo'ldi. Qolganlari bundan salgina kichkinaroq somsa bo'ldi. Somsani duxovka listiga terib, ustiga oddiy suv surtamiz. Ustiga ozroq sedana yoki kunjut sepib, duxovkada 170 gradusda 1 soat davomida somsalarni pishirib olamiz. Somsalar pishdi, listga juda ham ko'p yog'i chiqib ketadi. Agar somsalarni tagi yaxshi qizarmagan bo'lsa, listni duxovkani past qismiga qo'yib, baland olovda somsalarni tagini qizartirib olamiz. Ustiga o'simlik yog'idan quyib, somsalarni dasturxonga tortishimiz mumkin. Juda ham mazali, to'yimli somsa bo'ladi. Bitta somsa bir kishiga bemalol yetadi va kun davomida qorinni juda ham to'q tutadigan somsa bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Barchaga yoqimli ishtaha. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.